Yer ostiga sayohat. Bu joy Germaniyada. Ketdi birgalikda. Oxirgi marta gnomlarning uyiga borganimda o'zimni ertakka tushib qolgandek his qilgandim. Biz ketdik chuqurligiga. Shu qiz halqa bitta suv bo'lib ketyapti. Va yer ostiga 80 metr sayohatda ham xuddi shu hissiyotlar va hayajonlar sodir bo'ldi. Poyezdimiz yana qaytib ketyapti. Bizlarni qo'l qo'yib ishlatishimiz bo'lishi. Albatta 16-17 asrlarda insonlar portlovchi moddalardan foydalanishni bilishmagan va qo'l mehnati orqali har bir santimetr uchun katta mehnat bilan kirib borishgan. Quruq qazilgan yerlar uchun ishchilarga oyliklar to'lanmagan, faqatgina boyliklar topilganda ular pulligini qabul qilishgan. Nohaqlik. 18-asrda bu joyda umumiy 14,5 tonna kumush qazib olingan va Ikkinchi jahon urushigacha qolmagan. Va bu hozirgi kunda UNESCO jahon merosi bo'lib tarixga kiritilgan joy. Bular ham juda ko'p bo'lgan. Ularning soni ko'pligini bilmas ekanlar, shu yerda qolib ketishgan. Und Lebenserwartung von Wegleuten waren ungefähr 40-45 wurde gesagt. 40-45 yoshgacha umr ko'rishgan ekan. 16 yoshdan boshlab ishlashgan ekan. Juda ham zax, nam va qop-qorong'i. Haqiqiy labirint, adashib qolish hech gap emas. Ularni qaranglar, chirib yotishdi 18-asrda qolgan. Ularning og'irligini qanaqa ishlashgan bo'ladi. Mana shu qimmatbaho toshlar bizda bo'lgan yerlarda jinnilarni qazib olishi, kumush, olmosh, kobalt deganlarini, shularni qazib olishi odamzod umridan voz kechib shu qorong'iliklarda yurgan mana shunday qilib. Odamdan och yurdi. Ajoyib.